Hammaga assalomu alaykum. Ushbu videoda aytadiganlarimning barchasi tinglovchining umumiy bilimini oshirishga qaratilgan. Video muallifi tinglovchini hech narsaga chorlamaydi. Balki men kimningdir tarafini olayapman deb o'ylarsiz, ammo unday emas. Videoni oxirigacha ko'ring va hammasini tushunib olasiz. Sag'al shamollaganman, shuning uchun ovozim sal bo'g'ilgan. Agar videoda qaysidir joylari noto'g'ri eshitilgan bo'lsa, sizlardan ming bor uzr so'rayman. 1960-yil 11-may, Buenos Aires. Mercedes-Benz zavodining namunali xodimi Ricardo Clemente taqdiriy xatoga yo'l qo'ymoqda. U o'z avtobusiga kechikib qoldi. Oddiy holat, shunday emasmi? Ammo bitta gap bor. Ricardo aslida Ricardo emas. U Holokost me'mori Adolf Eichmanndir. Va aynan shu kechikish uning hayotiga nuqta qo'ydi. Zulmatdan bir nechta agentlar chiqib kelishdi. Hamma ish tez va indamay bajarildi. Uni bor yo'g'i 10 soniya ichida qo'l-oyog'ini bog'lab, mashinaning orqa o'rindig'iga tashlashdi va tamom. Mashina uni maxfiy kvartiraga olib keldi. U yerda operatsiyaning eng og'ir qismi boshlandi. Mossad bu odam aynan o'sha ekanligiga ishonch hosil qilishi uchun oldinda 9 kunlik so'roqlar bor edi. Quloqlarning anatomiyasi va chandiqlarning solishtirishdi va nihoyat u iqror bo'ldi. Agentlar hatto uni Isroilga ko'chib o'tish haqidagi ixtiyoriy shartnomaga qo'l qo'yishiga majbur qilishdi. Rasmiyatchiliklar hal bo'lishi bilan uni tashishga tayyorlay boshlashdi. Shu yerda sizda savol tug'ilishi mumkin. Dunyodagi eng qidirilayotgan jinoyatchilardan birini sayyoraning narigi chekkasiga qanday olib o'tish mumkin? Javobi ham dahona, ham mantiqsiz. Unga sedativ dorilar yuborishdi. El Al aviakompaniyasi styuardi formasini kiyg'izishdi va go'yoki betob bo'lib qolgan xodim sifatida birinchi klassga o'tirishdi. Hech kim hech narsani sezmadi. Endi esa 60 yil oldinga o'tamiz. 2020-yil 27-noyabr, Eron. Yadro dasturi otasi zirhli kortejda ketmoqda. Atrofda qo'riqchilar. Ammo keyinchalik ma'lum bo'lishicha, ular foydasiz edi. Chunki qotillarning o'zi mamlakatda ham bo'lmagan. Yo'l chetida eski pikap turibdi. Uning kuzovida sun'iy intellekt orqali 1.6 soniyalik kechikish bilan boshqariladigan og'irligi 1 tonnalik robot pulemyot bor. Sun'iy intellekt yuzni aniqlaydi va zarbaga qarab yo'nalishni to'g'rilaydi. 15 ta o'q, 60 soniya va butun bir armiya qo'riqlayotgan odam endi yo'q. Dalillarni yo'q qilish uchun pikap portlab ketadi, lekin butunlay emas. Aks holda biz bu aqldan ozdirar darajadagi voqeani bilmagan bo'lardik. 60-yillardagi natsistlarni o'g'irlash va 2020-yillardagi pulemyotli robot o'rtasida o'ta murakkab va jur'atli operatsiyalardan iborat butun bir davr yotibdi. Aynan ushbu videoda siz tish pastasi nima uchun to'pponchadan ko'ra ishonchliroq o'ldirishini, dunyoning eng yaxshi jasuslari nima uchun homilador xotinining ko'z o'ngida ofitsiantni otib tashlashganini, Mossad qanday qilib 3000 ta pagerni 3000 ta granataga aylantirganini va nima uchun oddiy talabalar o'z pasportlarini qotillarga ixtiyoriy ravishda topshirishini bilib olasiz. Biz ular aslida kim ekanligini aniqlash uchun eng boshidan bugungi kungacha bo'lgan yo'lni bosib o'tamiz. Davlatning mukammal qalqonimi yoki sayyoradagi eng xavfli jinoiy guruhmi? Keling, oddiy savoldan boshlaylik. Aholisi qariyb 9 million kishini tashkil etadigan, masalan, Londondan ham kichikroq bo'lgan nisbatan kichik davlat qanday qilib dunyodagi eng kuchli razvedka agentliklaridan birini yaratadi? 1948-yil Isroil endigina mustaqilligini e'lon qildi. Atrofda ularni yer yuzidan supurib tashlash istagini ochiqchasiga bildirayotgan qo'shnilar. Urush boshida ularda zo'rg'a 30 ming jangchi yig'ilardi. Atrofida 5 ta arab davlatlarining armiyalari. Kuchlar nisbati ular foydasiga emas. Shuning uchun nimadir o'ylab topish kerak edi. Agar to'g'ridan to'g'ri urush mag'lubiyatni kafolatlasa, soyaga o'tish kerak. Vazifa mudofaa emas, balki dushman hali hech narsani gumon qilmay turib, birinchi bo'lib hujum qilishga aylandi. Aynan shuning uchun 1949-yil dekabr oyida Mossad dunyoga keladi. Nomi kamtarona, so'zma-so'z tarjima qilganda razvedka va maxsus operatsiyalar instituti degan ma'noni anglatadi. Zerikarli buxgalteriya idorasiga o'xshab eshitiladi, shunday emasmi? Ammo qiziq tomoni shundaki,
1996-yilgacha Isroil Mossad direktorlarining ismlarini rasman oshkor qilmagan. Bu mamlakatning eng qo'riqlanadigan sirlaridan biri edi. Hech bo'lmaganda rasman parlament oldida hisobdor bo'lgan Markaziy razvedka boshqarmasi, ya'ni FBR va Mi oldidan farqi shundaki, Mossad faqat Isroil bosh vaziriga hisobot berardi va tamom. Nima mumkin u, nima mumkin emasligi haqida hech qanday qonunlar va parlament nazorati yo'q. 70 yillik faoliyati davomida Isroil 2700 dan ortiq maxfiy operatsiyalarni amalga oshirdi. Bu barcha turdagi operatsiyalar, jumladan ayg'oqchilik, sabotaj, o'g'irlash va maqsadli qotilliklarni o'z ichiga oladi. Faqat ushbu ma'lumot haqida o'ylab ko'ring. Hech bir g'arb maxsus xizmati bunday raqamlarga hatto yaqinlashmagan. FBR va Mi-6 Mossad bilan solishtirganda shunchaki havaskorlardek ko'rinadi. Birinchi yirik muvaffaqiyat o'zini uzoq kuttirmadi. Chunki 1960-yildayoq Mossad butun dunyoga, hatto davlatni, ismni va hatto yuzni o'zgartirgan bo'lsangiz ham, ulardan yashirishingiz iloji yo'qligini ko'rsatib qo'ydi. Yana Ricardo Clemente'ga Buenos Aires chekkasidagi Mercedes-Benz'ning kamtarin xodimiga qaytamiz. Aslida uning ismi Adolf Eichmann edi va u shunchaki natsist bo'lmagan. U millionlab yahudiylarni konslagerlarga tashishni tashkil qilgan odam edi. Holokost logistikasi bu uning ishi edi. Eng dahshatli misol esa Vengriya 1944-yil. Germaniya allaqachon urushda yutqizyapti. Ittifoqchilar Normandiyaga tushishdi va Wehrmachtga frontga snaryadlar yetkazib berish uchun poyezdlar yetishmayapti. Har qanday logist armiyaga ustunlik bergan bo'lardi. Ammo Eichmann barcha kuchini ishga solib, bu poyezdlar unga tegishli bo'lishini ta'minladi. Natijada atigi 56 kun ichida 437 ming kishi Osvensimga yuborildi. Nemis askarlarining otishga o'qi bo'lmaganida ham poyezdlar lagerlarga qarab ketavergan. Urushdan keyin amerikaliklar uni tutib olishdi. Lekin qarshilarida kim turganini bilmagani uchun uni shunchaki qo'yib yuborishdi va u qochib ketdi. U Argentinada paydo bo'ldi. Soxta hujjatlar bilan zavodga ishga kirdi va u yerga xotini hamda bolalarini olib keldi. U oddiy hayot kechirardi va har kuni bir xil avtobusda yurardi. Mutlaqo har kuni. Va mana shu yerda u yashirinayotganlarning klassik xatosiga yo'l qo'ydi. U bo'shashdi. U jadval bo'yicha yashashni boshladi. Jadval esa sizni topishga urinayotganlar uchun eng yaxshi sovg'adir. 5 yil davomida Mossad ma'lumot to'pladi. Agentlar maxfiy ravishda ishladilar, kuzatdilar va tekshirdilar. Odamni shunchaki ushlash mumkin emas edi. Bu aynan o'sha odam ekanligiga 100% ishonch hosil qilish kerak edi. 50-yillarda yuzni tanish yoki DNK bazalari bo'lmaganligi sababli hammasi ayg'oqchilik va oddiy omadga tayanardi. 1960-yil 11-may. Agentlar bekatda kutishmoqda va nishon paydo bo'lishi bilan ulardan biri uni chaqiradi. Eichmann o'giriladi va 10 soniyadan so'ng mashinaning orqa o'rindig'ida bog'langan holda yotadi. Uni 9 kun davomida maxfiy kvartirada saqlashdi, lekin hech qanday qiynoq va kaltaklarsiz. Bu qat'iyan man etilgan edi. Buning o'rniga agentlar uslubiy ravishda uning SSdagi dosyesini solishtirishdi. Ular uning bosh suyagi hajmini, quloqlari uzunligini o'lchashdi va chandiqlarini tekshirishdi. O'zi haqidagi mukammal dosyeni ko'rib, u o'yin tugaganini tushundi va haqiqiy ismini aytdi. Endi esa eng qizig'i, eng ko'p qidirilayotgan jinoyatchilardan birini dunyoning boshqa chekkasiga qanday olib o'tish kerak? Uni shunchaki samolyotga o'tkazib bo'lmaydi. Aeroportlarda hujjatlar tekshiriladi. Chegara orqali ham olib chiqib bo'lmaydi, chunki bu juda xavfli. Yechim ancha dahona, lekin o'ta surbetona edi. Uni Isroil kompaniyasi xodimi kiyimiga kiyintirishdi, sedativ dori yuborishdi va birinchi klassga o'tirishdi. Rasmiy versiya: kasal xodim uyiga qaytmoqda. Argentinada aynan o'sha paytda May inqilobining yilligi nishonlanayotgan edi va mamlakatda Isroil delegatsiyasi bor edi. Ekipajning bitta kasal a'zosi ko'pmi, kammi, xullas
u yerda hech kim tekshirib o'tirmadi. Eyxmanni Isroilga olib kelishdi va sud qilishdi. 100 dan ortiq guvohlar ko'rsatma berishdi va 1962-yilda u osib o'ldirildi. Bu Isroil tarixidagi sud hukmi bilan amalga oshirilgan oxirgi o'lim jazosi edi. Mossad real dunyoda har qanday chegara va taqiqlarni aylanib o'ta olishni isbotladi. Ammo natsistlar bu o'tmish. Keling hozir to'g'risida gaplashamiz. 1972-yil 5-sentyabr. Myunxen Olimpiadasi. Qora sentyabr terroristlari Olimpiada shaharchasiga bostirib kirishdi. Butun dunyo buni jonli efirda kuzatdi. Nemis politsiyasi aeroportda shturm o'tkazishga harakat qildi, ammo bu falokat bilan tugadi. Germaniyada u paytda shunchaki maxsus kuchlar yo'q edi. Pozitsiyalarga oddiy patrullar chiqishdi. Snayperlarda hatto optik turbinalar ham yo'q edi. Natija dahshatli bo'ldi. Tartibsiz otishma va garovdagilar bo'lgan vertolyotda granata portlashi. Barcha 11 nafar isroillik halok bo'ldi. Isroil uchun bu shok edi, lekin shu bilan birga juda muhim saboq ham bo'ldi. Yahudiylarni o'zlaridan boshqa hech kim shunday himoya qilmaydi. O'shanda bosh vazir Golda Meir majlis chaqirdi va Mossadga carte blanche, to'liq erkinlik berdi. Teraktga aloqador bo'lgan barchani topish va yo'q qilish, mutlaqo barchani. Operatsiya Xudo qahri kodli nomini oldi va Mossad ro'yxat tuzdi. Unda nafaqat teraktning bevosita ishtirokchilari, balki uni rejalashtirgan, moliyalashtirgan yoki hatto u haqida oldindan bilganlarning barchasi bor edi. Diplomatlar, koordinatorlar va vositachilar hamma ushbu ro'yxatga tushdi va ov boshlandi. Ro'yxatda birinchi bo'lib Rimdagi Falastinni ozod qilish tashkiloti vakili Vail Zwayter bo'ldi. Razvedka uni terroristlarning aloqachisi deb hisoblardi. Uni kechki ovqatdan qaytayotganida ko'p kvartirali uyning foyesida poylab turishdi. Agentlar yaqin kelib 12 ta o'q uzishdi. Zwayter voqea joyida halok bo'ldi. Hujum qilganlar politsiya kelguniga qadar g'oyib bo'lishdi. Keyingisi Mahmud Hamshari, terakt koordinatori, Parijda yashagan. Agentlar u uyda yo'qligida kvartirasiga kirib, telefonining pastki qismiga kichik portlovchi modda o'rnatdilar. 1972-yil 8-dekabrda agent jurnalist qiyofasida unga qo'ng'iroq qildi va bu Hamshari ekanligi haqidagi tasdiqni eshitgach, operativ xodimlar portlatuvchiga radiosignal yuborishdi. Bir necha yil ichida Mossad butun Yevropa bo'ylab 14 taga yaqin falastinlik jangarilarni yo'q qildi. Ammo baribir bir kun kelib sodir bo'lishi kerak bo'lgan xato yuz berdi. Mossad adashdi. 1973-yil 21-iyul Norvegiya. Agentlar Myunxendagi teraktning asosiy tashkilotchisi Ali Hasan Salama deb hisoblagan odamni kuzatishmoqda. Ular u kinoteatrdan qaytishini kutishdi. Qorong'i ko'chada juftlikning yoniga mashina kelib to'xtadi. 2 kishi tushib, 14 ta o'q uzdi. Ertalab ma'lum bo'lishicha, terrorist emas, balki marokashlik ofitsiant o'ldirilgan. Uning yonida homilador xotini bor edi. Evakuatsiya guruhi aeroportda qo'lga olindi. Bu mutlaq muvaffaqiyatsizlik edi. Agentlardan birida telefon raqamlari yozilgan daftar topildi. Bu Mossadning Yevropadagi barcha maxfiy kvartiralari tarmog'ini fosh qildi. 5 nafar operativ xodim Norvegiyada real qamoq jazosini oldi. Ammo 22 oydan so'ng ular sekingina Isroilga qaytarildi. O'ldirilgan ofitsiantning oilasi kompensatsiyaga faqat 1996-yildagina erishdi. Isroil rasman aybini tan olmagan holda $283,000 to'ladi. Bu Mossadni to'xtatib qoldimi? Albatta yo'q. Lekin ular ehtiyotkorroq bo'lib qolishdi. Salamani ovlash yana 6 yil davom etdi. Uni faqat 1979-yil yanvar oyida Bayrutda qo'lga tushirishdi. Agentlar Volkswagen ijaraga olib, uni plastik bilan to'ldirishdi va Salamaning yo'nalishi bo'ylab to'xtatib qo'yishdi. Uning mashinasi tuzoq bilan tenglashganda agent tugmani bosdi. Natijada Salama o'ldi. Lekin u bilan birga 4 nafar tansoqchisi va 4 nafar tasodifiy yo'lovchi, jumladan britaniyalik talaba va nemis rohibasi ham halok bo'ldi. Yana 18 kishi jarohatlandi. Bu juda qo'pol, bilvosita zarar deb ataladigan talofati katta operatsiya edi. Ammo Isroil uchun bu
Xudo qahri operatsiyaning yakuniy nuqtasi edi. Gazetalar Bayrut yoki Norvegiyadagi begunoh qurbonlarni eslamaslikni afzal ko'rib, razvedka muvaffaqiyati haqida yozdilar. Tizim uchun faqat yakuniy natija muhim edi. Biroq 70-yillarning usullari, to'pponchalar va radiobombalar o'tmishga aylanib borardi. Yangi texnologiyalar davri boshlandi. 2007-yilda Massadda yangi muammolar paydo bo'ldi. Eron yadro qurolini ishlab chiqarishni boshladi va buni ancha tez amalga oshira boshladi. 81-yilda Iroq bilan bo'lganidek reaktorlarni bombalash mumkin, ammo bu xalqaro janjal, sanksiyalar va hatto urushga olib kelishi mumkin. Shuning uchun yanada nozikroq va sezilmaydigan usul kerak edi, toki Eronning o'zi ham ularga hujum qilinayotganini tushunmasin va ular Eronning olimlarini o'ldirishni boshladilar. Birin-ketin. 2007-yil 14-yanvar. Uran boyitish bo'yicha mutaxassis doktor Ardoshir Hasinpur kutilmaganda vafot etdi. Rasmiy versiya gazdan zaharlanish. Norasmiy versiya esa organizmda sekin-asta to'planib boradigan, sekin ta'sir qiluvchi zahar. 2010-yil 12-yanvar. Professor Mas'ud Ali Muhammadiy uydan chiqadi, mashinasiga boradi. Yonida mototsikl turibdi. Mototsiklda esa bomba, portlash va bir zumda o'lim. Ammo bundan ham nafsroq voqea bor. Falastinni ozod qilish xalq fronti yetakchisi Vodiy Haddad hikoyasi. Tasdiqlash qiyin bo'lgan, lekin Mossad haqida tez-tez aytib beriladigan versiyalardan biriga ko'ra, agentlar otishmagan, portlatishmagan va o'g'irlashmagan. Aytishlaricha, ular uning tish pastasini almashtirib qo'yishgan. Agentlar shunchaki uning vannasidagi tubikni almashtiradilar. Ichida har safar tish tozalaganda milklari orqali so'riladigan noyob toksin bor edi. Haddad har kuni ertalab va kechqurun o'zini o'zi o'ldirardi va asta-sekin so'nib bordi. Bag'dodlik shifokorlar hayron edilar. Arafat vahima ichida Stasiga murojaat qildi. Haddadni zudlik bilan Sharqiy Berlinning maxfiy klinikasiga olib ketishdi. Ammo kech bo'lgan edi va 1978-yil 29-martda u azob ichida vafot etdi. Rasmiy sabab noma'lum kasallik. Ammo eronlik olimlar bu mutlaqo boshqa daraja. Ular himoyalanadi, qo'riqlanadi va zirhli kortejlarda yurishadi. 2020-yil 27-noyabr. Muhsin Faxrizoda, Eron yadro dasturi otasi, rafiqasi bilan yo'lda ketmoqda. Oldinda va orqada zirhli qo'riqchilar. Faxrizodaning o'z mashinasi zirhli emas edi, chunki u suiqasd haqidagi mish-mishlarga e'tibor bermagan va bu halokatli xato edi. Yo'l chetida oddiy pikap turibdi. Shubhali hech narsa yo'q, faqat ichida robotlashtirilgan platformadagi masofaviy pulemyot bor. Bularning barchasi qismlarga bo'linib, Eronga kontrabanda yo'li bilan olib kirilgan va keyin hammasi bir butun qilib yig'ilgan. Shuningdek, u yerda o'zini o'zi yo'q qilish uchun portlatuvchi modda ham bor edi. Kortej nishonga tushadigan hududga kirdi. Tizim Faxrizodaning yuzini taniydi. 60 soniyada kamroq vaqt ichida 3 ta seriyali o'q uziladi. Eron yadro dasturi otasi o'ldi va yuk mashinasi portlab ketdi. Ammo muammo bor edi. Portlovchi modda yetarli bo'lmay chiqdi. Qurol tizimi qisman butun qoldi va eronliklar dalillarga ega bo'lishdi. Ushbu xatosiz ehtimol dunyo Mossad qotillik texnologiyalarida qanchalik uzoqqa ketganini hech qachon bilmagan bo'lardik. Tasavvur qiling, voqea joyida birorta ham operativ xodim yo'q va qo'lga tushish xavfi 0 ga teng. Va Mossad qotillik usullarini takomillashtirar ekan, agentlik boshqa muammoga duch keldi. Isroilliklarni xush ko'rmaydigan mamlakatlarga qanday kirish mumkin? Mana Mossadning dilemmasi. Agent doimo butun dunyo bo'ylab sayohat qilishi kerak. Ammo Isroil pasporti bu xuddi orqangizdagi nishonga o'xshaydi. Ko'pgina arab mamlakatlarida isroilliklarni umuman qo'yishmaydi. Qolganlarida esa o'ta qat'iyat bilan tekshirishadi.
FBR va Mi-6da bunday muammo yo'q. Amerika yoki Britaniya pasporti deyarli har qanday eshikni ochadi. Unda Mossad nima qilishi kerak? Javob juda oddiy. Birovning pasportidan foydalanish. Faqat soxtasidan emas, chunki soxtasi bilan risklar ko'p, balki aynan birovning haqiqiy pasportidan. Mossad ikki fuqarolikka ega bo'lgan haqiqiy Isroil fuqarolarining haqiqiy pasportlaridan foydalanadi. Sxema bunday: agent ikki fuqaroligi bor odamni topadi, masalan, Amerika yoki Germaniya fuqaroligi bo'lgan kishini. Undan hujjatni bir necha haftaga berib turishni so'raydi va odam vatanparvarlik hissi bilan ixtiyoriy ravishda rozi bo'ladi. Mossad pasportni operatsiya uchun ishlatadi, keyin esa sekingina egasiga qaytaradi va hech kim hech narsani sezmaydi. Takrorlashni istardim. Bu qandaydir qo'rqitish yoki shantaj tufayli emas, balki real vatanparvarlik hissi tufayli amalga oshiriladi. Isroilliklar maxsus operatsiyalar uchun o'z pasportlarini ommaviy ravishda berishga rozi bo'lishadi. Ammo bu faqat aysbergning uchi. Chunki Isroilning butun dunyo bo'ylab sayanlar deb ataladigan ulkan tarmog'i bor. Ular turli mamlakatlarning oddiy yahudiy fuqarolari, talabalar, tadbirkorlar, taksichilar va mehmonxona ma'murlari. Ular Mossad agentlari emas va ular maosh olmaydilar. Ular shunchaki so'rashganda yordam berishadi. Agar iz qoldirmasdan mashina ijaraga olish kerak bo'lsa, Sayan o'z nomiga ijaraga oladi. Agar maxfiy kvartira kerak bo'lsa, Sayan bir necha kunga o'zinikini beradi. Agar alibi kerak bo'lsa, Sayan sen u bilan birga bo'lganingni va seni boshqa joyda ko'rganini tasdiqlaydi. Hisob-kitoblarga ko'ra, faqat AQShning o'zida 16 mingtacha shunday Sayanlar bor. Har qanday vaqtda o'z razvedkasiga yordam berishga tayyor bo'lgan 16 ming kishi. Butun sayyora bo'ylab tarqalgan ko'rinmas yordamchilar tarmog'i. Aynan shu narsa Mossadga sayyoradagi eng kuchli maxsus xizmatlardan biri bo'lish imkonini beradi. Ammo hatto bu tizim ham pand berishi mumkin. 2010-yil Dubay Hamas ofitseri qurol sotib olishga mas'ul bo'lgan Mahmud al-Mabhuh Al-Bustan Rotana mehmonxonasiga joylashdi. U Eron orqali, Sudan orqali G'azo sektoriga qurol yetkazib berishni muvofiqlashtirdi. Mossad qotillar guruhini yubordi. 26 nafar operativ xodim soxta Britaniya, Irlandiya, Fransiya va Avstraliya pasportlaridan foydalangan holda turli reyslar bilan uchib kelishadi. Ular nishonni kuzatib, xonaga kirishdi va yurak xurujini simulyatsiya qiluvchi o'lim taksinini yubordilar. Eshikni ichkaridan qulflashdi, toki hamma narsa tabiiy ko'rinsin va g'oyib bo'lishdi. Mukammal operatsiya, ammo deyarli, chunki Dubay politsiyasi hech kim kutmagan ishni qildi. Ular kuzatuv kameralaridagi videoni e'lon qilishdi. Barcha 26 agentning yuzlari jahonga tarqab ketdi. Buyuk Britaniya, Irlandiya, Fransiya va Avstraliya isroillik operativ xodimlarni chiqarib yubora boshladi. Operatsiya siyosiy jihatdan muvaffaqiyatsizlikka uchradi, lekin taktik jihatdan u o'z vazifasini bajardi. Mossad uchun esa asosiysi shu. Biz o'tgan operatsiyalar haqida gapirar ekanmiz, savol tug'iladi. Mossad aynan hozir nima qilyapti? 2023-yil oktyabr Hamas Isroilga hujum qiladi. Yangi urush boshlanadi va Mossad avvalgilardan ham o'tib tushadigan operatsiyalarni amalga oshiradi. 2024-yil iyul Hamas siyosiy yetakchisi Ismoil Haniya Eronning yangi prezidenti inauguratsiyasiga Teheronga keladi. Eronda u VIP mehmon sifatida qo'riqlanardi. Xavfsizlikda bo'lsa kerak deb o'ylaysiz. Ammo Mossad agentlari oldindan uning kravati yoniga qo'lda yasalgan portlovchi moslama o'rnatib qo'yishgan edi. Muammo shunda ediki, xonadagi konditsioner buzilib qoladi va Haniya yordam so'rab chiqadi. Isroillik rejalashtiruvchilar vahima qila boshlashadi, chunki uni shunchaki boshqa xonaga ko'chirib yuborishlari mumkin edi va operatsiya bardob bo'lardi. Ammo Isroilning baxtiga ko'ra konditsionerni tuzatishdi. Devordagi teshik va butun kompleks larzaga keldi.
Hamas yetakchisi Eron hududida va ularning himoyasi ostida o'ldi. Va bu shunchaki qotillik emas. Bu hatto shaharning qoq markazida ham xavfsiz emasligingizni ko'rsatadi. Ammo Mossadning eng katta qotilligi bu pagerlar bilan bog'liq operatsiya bo'ldi. Mossad oddiy aloqa vositalarini ichiga portlovchi modda solib, ularni haqiqiy qurolga aylantirdi. Yillar davomida falastinliklar Tayvanning Gold Apollo kompaniyasidan pager va ratsiyalar sotib olardi. Mossad bundan xabar topdi va xuddi shunday pagerlarni ishlab chiqaradigan, faqat ichida portlovchi moddasi bor bo'lgan soxta firma tuzdi. Minglab minalashtirilgan pagerlar oddiy falastinliklar qo'liga tushdi. Ular yillar davomida bundan hatto shubhalanmay foydalanishdi. 2024-yil 17-sentyabrda Mossad bir vaqtning o'zida minglab qurilmalarga signal yubordi. Minglab pagerlar odamlarning cho'ntaklarida, belbog'larida va qo'llarida portlab ketdi. Birinchi 2 kunda 39 dan 42 kishigacha halok bo'ldi. 3400 dan ortiq kishi yaralandi. Odamlar barmoqlaridan ayrildi, yuzlari esa tanib bo'lmas holga keldi. Xo'sh, bizda nima bor? 70 yil ayg'oqchilikdan tortib qotillikkacha bo'lgan barcha turdagi 2700 dan ortiq maxfiy operatsiyalar, yuzlab o'ldirilganlar, Holokost me'moridan tortib eronlik o'limlarigacha, beayb falastinlik o'limlari. Mossad maqsadli qotillikni san'at darajasiga ko'tardi. Zaharlangan tish pastasi, portlaydigan telefonlar, sun'iy intellektli robot qotillar va pager bombalar. Isroilning fuqarolari ommaviy ravishda sayan bo'lishga ariza berishadi. Odamlar operatsiyalar uchun pasportlarini berishadi. Agar Mossadning faqat ayrim xususiy holatlari ma'lum bo'lsa-yu, ammo operatsiyalar soni 2700 tani tashkil etsa, sizningcha 2001-yil 11-sentyabr voqealari ortida kim turibdi? Axir aynan shu voqealardan so'ng butun dunyo islom olamidan nafratlana boshladi va bu Amerikani Iroqqa bostirib kirishga undadi. O'zbekiston va ko'plab SNG davlatlari hududida taqiqlangan radikal islomiy qarashlarga ega tashkilotlar ortida kim turibdi? O'ylab ko'rishga arziydigan ajoyib bir maqol bor. Musulmonlar va xristianlar bir-birlari bilan janjallashmasdan yonma-yon yashayverishadi. Ammo o'rtaga Yahudiy kelsa, musulmon va xristian o'zaro urushib ketadi. Yahudiy esa chetda turib tomosha qiladi.